Yana bir assalomu alaykum. Nizomiddin bizani mentorlikni tugatgan. Bular o'zi kelishidan oldin kim bo'lib ishlardingiz? Content managermi? Community manager bo'lib ishlaganman. MyTeacher kompaniyasida onlayn angliskiy bo'yicha. Bu marketing sohasiga yangi kirib kelishimga qaramasdan, o'sha birinchi o'qigan kursim Aziz akaniki bo'ldi, xudo xolasa. Kursdan olgan insaytlarim juda katta. O'zi marketing sohasida ham oldin ozgina qiziqishim bo'lgan edi. Endi uni ham yana chuqurroq ochib berdilar Aziz aka. O'sha kurs davomida menga juda katta foydali anaqalar oldim, bilimlar oldim. Bular bilan juda ham qiziqarli voqea bo'ldi. To что bular o'zi biz MyTeacher proyekt bilan ishlaymiz. Marketing bo'yicha ular o'zlarining xodimini shu bizani mentorlikka yuborib, keyinchalik bularni shu marketolog qilib o'stirib, komandada qoldirib, marketing rahbarlari marketing bo'limida o'stirish uchun bizga jo'natildi. Shuning uchun bular aytganidek community manager bo'lib ishlagan. Hozir уже kursni tugatdi. O'zi основной nimani tushunib oldingiz kursdan? Nima foydali bo'ldi sizda уже ishingizdan? Mani ishimda bizni MyTeacher kompaniyasida 3 kishi bo'lib o'qidik. O'zi bu kursda jamoaviy ishlashda avvalambor, undan tashqari o'sha Azizga bergan bilimlar, shu kurs davomida olgan bilimlarimizni eng katta yutug'imiz shu ishlatganimizda bo'ldi. Ishlatib, natijani qaysidir ma'noda ozgina bo'lsa ham ko'rdik. Shu olgan bilimlarimizni ishlatib ko'rganmiz. Manimcha plyus tomonlari bo'ldi. Bundan tashqari ham, kursdan tashqari ham boshlang'ich qismlarida deadline'lar qo'yish bo'yicha o'zi insonni o'ziga, shu maqsadlar qo'yish bo'yicha, to'g'ri maqsadlar qo'yish bo'yicha ham katta insaytlar oldim deb o'ylayman o'zimcha. Super. Qarang, siz endi boshqalarga qaraganda novichoksiz, yangi bu sohaga kirib kelayotgan. Shunga qaramasdan o'z bizlar mentorlikka unaqa odamlar olmasdik. Shunga qaramasdan qiynalmadingizmi obучениеda? Yo'q, qiynalmadim. Plyus tomoni jamoa bilan ishlaganimiz bo'ldi. Undan tashqari ham boya ta'kidlab o'tganlaridek, o'sha har bitta savollarimizga individual javoblar, o'sha misollar bilan keltirib ko'rsatganlar uchun menimcha juda qiyinchilik tug'dirmadi deb o'ylayman. Tushundim. Endi hozir o'zingizni kim bo'lib ko'ryapsiz? Mana mentorlikdan keyin shunchalik bilim olgandan keyin o'zingizni o'sha community bo'lib ko'ryapsizmi yo? Yo'q. O'zi community men uchun hozir kichkina narsa bo'lib qoldi. O'zi buncha bilimdan keyin marketing jamoasi rahbariga o'zimni ko'rdim, lekin hozircha birinchi qadamni o'sha content makerlikdan boshlayapmiz. Xudo xolasa jamoa bilan ishlab, marketing bo'limi rahbari bo'lishga ham erishamiz. Super. Endi sizlar tushunishingiz uchun bular kompaniyada уже ishlaydi, поэтому сразу marketing direktor bo'lib ketish o'ziga agentство ochsa bo'lishi mumkin, lучше o'z komandada ishlab, tajriba olib, o'shaning uchun sekin-sekin bo'ladigan narsa demoqchida. Step by step. Eng muhimi bularni o'ziga ishonchi shu daraja oshdi, что bilimi shunga yetarlichaligini ko'rib turibdi. В целом shunaqa. Boshqalarga tavsiya qilasizmi? Albatta. Bu mentorshipdan men yangi bo'lib turib ko'p narsa oldim. Ishonaman, qolganlar ham marketing sohasida ozgina bo'lsa ham tushunchasi borlar yoki nol bo'lsa ham menimcha katta narsa oladi deb o'ylayman, chunki dars jarayonlari, ma'lumotlar juda ham tushunarli tarzda, shuning uchun hammaga tavsiya qilaman. Oxirgi savol, sizda shunaqa mesda bo'lib turibmi, что marketing bo'yicha muammo savolim bo'lsa, endi sizda shu hamma bilimlar bu don qilingandek bo'lib turibdi, faqat hammasi bor. Hammasi bor. Tajribada shuni qilish qoldi degan narsa bormi ichingizda? Yo'q, tajribada ham uni anchasini qilib ko'rdim. Yana bitta-ikkita qadamlar bor. Unga ham endi komanda bilan kelyapmiz. Uni ham tajriba davomida komanda bilan птичка qilib qo'yamiz ularni. Super. Unda shu aytmoqchi bo'lganim, shu miyangizda главный птичка bo'ldimi? Albatta. Bu yoqda shuni endi qilish kerak. Endi buni ishlatishda o'zi yarim ozgina joyini ishlatib ko'rdik komanda bilan, o'sha kastivlarni. O'sha rezultat ozgina ko'rdik. Endi qolgan olgan bilimlarimizni ham sinovda test qilib komanda bilan ishlab ko'rdik. Katta rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.